rivojlantirish maqsadida juda yaxshi xayrli loyihani ishga tushirganinglarni bilaman. Hammamiz ssenariydan boshlab, bitta hamma hozir o'zini shu tashkilotga ega bo'lib, har taraflama qo'llab-quvvatlangandan keyin, masalan, shu soliq qo'mitasi chiqib, 3 ta olsang, senga hech qanaqa tekshiruv bormi degandan keyin, to'xta shuni qilib qolaylik deb 3 ta ani oldik, maslahat beradilar, masalan, agar mablag'lar bo'lsa, maktablarimizga yo'naltiriladi. Yoki har xil ijtimoiy proyektlar bor. Biz xursand bo'lib bu ijtimoiy proyektlarga boramiz albatta. Qani diniy bo'ladi, shu odamlarga qiladigan qanaqa yetkazib berishni o'yladi, ichini o'yladi. Juda yaxshi katta proyekt bo'ladi, zo'r proyekt bo'ladi. Ham bu Qo'shqo'rg'on ichida Islam kompaniyasining reklamasi bo'ladi. Yagona bo'lgan lokalizatsiyamiz bor, ya'ni ventilyatsiyon sistemalar bor. O'zbekistonda shu krupniy pромышленный ishlab chiqarish uchun qo'yiladigan ventilyatsiyon sistemalarga bularga bugungi kunda shu kompaniya lokalizatsiya qilganda biz albatta bu uchun davlat siyosatiga, davlatning rahbariga katta rahmat, minnatdorchilik bildirmoqchiman. Parlament jamiyati a'zosi juda xursand bo'lamiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha juda katta ishlar qilyapti. Hozirdan boshlasak bo'ladi, resurslar bor. Ertadan masalan qanaqadir ta'minligi bo'lsa, men uchun bolalar o'zim mazza qilib, oilaviy ko'rishadimi? Zo'r bo'ladi. Keyin boshqalar ham boshqalarni portalini birgalikda agar qilsak zo'r bo'ladi. Yana aytganimdek, xalqqa yoqadi. Biz ham ko'ryapmiz, men qiziqib ko'raman.